Assalomu alaykum qadrli talabalar, estetika mavzusini davom ettiramiz. Demak, bahsli savollar estetika bo'yicha. Agar bola devorga rasm chizsa, bu san'at bo'ladimi? Ikkinchi savolimiz, mashina generatsiya qilgan rasm san'at hisoblanadimi? Keyingi savol, o'ta xunuk ammo kuchli his-tuyg'ular uyg'otadigan asar san'at bo'lishi mumkinmi? To'rtinchi, san'atni aniqlash uchun ijodkorning niyati muhimmi yoki tomoshabinning his qilganimi? Yana bu yerda masala shunday iboratki, to'rtinchisida ya'ni agar san'at yaratishda kimdir san'at yaratmoqchi emas edida, tasodifiy san'at asariga o'xshagan narsa yaratildi. Lekin ijodkor buni niyat qilmagan edi. Tomoshabin buni ko'rib, ya'ni kuchli his tuyg'uga berildi. Bu san'at asari bo'la oladimi degan savol qo'yiladi. Ular bahsli savollar, hozirgi kundagi estetikaning bahsli savollari hisoblanadi. Xo'sh. Estetik hukm subyektivlik, obyektivlik va intersubjektivlik haqida gaplashib o'tamiz. Subyektivlik estetik tajriba, shaxsiy his-tuyg'ular va fikrlarga bog'liq. Obyektivlik ba'zi estetik me'yorlar umumiy qabul qilingan, lekin har doim shaxsiy fikrga ta'sir qiladi. Intersubjektivlik estetik tajribalar o'rtasidagi umumiylik va bahslar. Qiziqarli misol, o'quvchilarga turli san'at asarlarini ko'rsatish va ularning fikrlarini muhokama qilish. Keyingi slaydda bu haqida nima qilib o'tamiz. Zamonaviy estetika, misol uchun raqamli san'at, sun'iy intellekt bo'yicha yoki bo'lmasa raqamli san'at, raqamli texnologiyalar san'atni yangi davrga olib chiqishi mumkinmi? AI texnologiyalari, sun'iy intellekt san'at yaratishda yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda. Qiziqarli misol, AI yordamida yaratilgan mashhur san'at asarlari va ularning ta'siri. Hozirgi paytda AI yordamida turli xil qo'shiqlar, xo'sh, animatsion filmlar, yoki kinofilmlar, reklamalar, videolar yaratilmoqda va bu keng tomoshabin tomonidan sevib, eng qizig'i sevib ko'rib, sevib eshitilmoqda. Misol uchun bular ham sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tasvirlar. Xo'sh. TikTok, Instagram va vizual madaniyat, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda TikTok va Instagramda estetik ifoda yangi shakllarga ega. Vizual madaniyat ijtimoiy aloqalarni va estetik tajribalarni o'zgartiradi. Bu ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi vizual madaniyatlar bilan bog'liq bo'lgan masala. Misol uchun memlar, postmodern estetik ifoda vositasi. Misol uchun memlar ifoda vositasi sifatida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Masalan, estetik ahamiyati memlar zamonaviy madaniyat va estetik tajribalarni aks ettiradi. Qiziqarli misol, mashhur memlar va ularning ta'siri. Mana memlar haqida gaplashamiz yana. Bu yerda memlar haqida gap ketyapti. Yigit qiz do'stining qo'lidan ushlab ketayotib, boshqa ayolga qarab qolgan. Bu mem ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo'ldi, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Bu shaxsiy munosabatlardagi beqarorlik, diqqatning chalg'ishi kabi mavzularni metafora orqali ko'rsatadi. Har xil kontekstda iqtisod, madaniyat, siyosatda ishlatilib, tanqidiy fikr yuritish vositasi bo'ldi. Ayniqsa iste'mol madaniyati va diqqat
soda mavzularida keng tarqaldi. Keyingisi yonayotgan xonada kuchuk deya sokin o'tiradi. Ya'ni bu yerda odamning muammolarini inkor etishi yoki befarqligi istehzo bilan ko'rsatiladi. Ko'pincha ekologik inqiroz, siyosiy beqarorlik yoki psixologik bosim kontekstlarida qo'llaniladi. Passivlikni tanqid qilish vositasi sifatida ishlatilgan. Yoki bo'lmasam televideniyada reality shousidagi yig'layotgan ayol oldida jim o'tirgan mushuk, ya'ni noto'g'ri muloqot. U yig'layotgan ayollar u mushuk tushunmaydi. Bu yerda tasvir shundan iborat: bir ayol yig'lab turibdi, lekin oldida mushuk beparvorlarcha o'tiribdi. Noto'g'ri muloqot, ijtimoiy tarmoqlardagi tortishuvlar yoki hissiy nomutanosiblik holatlarini kulgili ko'rsatadi. Ya'ni odamlar bu mem orqali o'zlarining yoki boshqalarning reaksiyalarini hajm qiladilar. Bu mem his tuyg'u va mantiq to'qnashuvi timsolga aylangan desak bo'ladi. Va boshqa memlarni shu kabi misol keltirish mumkin. Xo'sh. Xulosa, memlar nima uchun muhim? Ijtimoiy tanqid, zamonaviy folklor, identitet va birdamlik. Bular aynan memlar uchun muhim. Endi estetik haddan oshish haqida gaplashadigan bo'lsak, bu nima? Haddan oshish tushunchasi zamonaviy estetik tajribalar ko'pligi insonlarga charchoqni keltirib chiqaradi. Ya'ni muammolar estetik haddan oshish san'at va madaniyatga qanday ta'sir qiladi? Qiziqarli fakt, estetik haddan oshishning sabablari va oqibatlari haqida demak gaplashib o'tishimiz mumkin. Mana sabablar. Xo'sh. Demak, sabablari quyidagilar: madaniy bosim, ideal obrazlar, ommaviy vositalar, Instagram, reklama mukammal go'zallik tushunchalarini doimiy targ'ib qiladi. Natijada insonlar o'zini real emas, ideallashtirilgan estetik me'yorlarga solishtiradi. Texnologik vositalarning ta'siri. Filtrlar, yuzni tahrirlovchi ilovalar orqali haqiqat va estetik tasavvur o'rtasidagi chiziq yo'qoladi. Estetikani axloq va ma'no ustiga qo'yish. Ba'zida jamiyatda chiroyli ko'rinish yaxshilikdan ham muhimroq deb qaraladi. Chiroyli narsa yaxshi narsa degan stereotiplar paydo bo'ladi. Kapitalistik iste'mol madaniyati, go'zallik mahsulotlari, moda sanoati estetikani doimiy ravishda yangilab sotiladigan narsaga aylantiradi.